Davlatimiz rahbarining joriy yilning 8-oktyabrida issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, meva, sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksporti hajmini 2026 yilda 3,5 milliard AQSh dollariga, 2027 yilda 4 milliard AQSh dollariga yetkazish vazifalari belgilangan. Farmonga ko'ra, issiqxona xo'jaliklari uchun ajratilgan yer maydonining 5%, lekin 20 sotixdan oshmagan qismiga qishloq xo'jaligi yerlari toifasini o'zgartirmagan holda issiqxona infratuzilmasini, qozonxona mahsulotlarini saralash va qadoqlash, issiqxona ehtiyot qismlarini saqlash, xizmat binolari barpo qilishga ruxsat beriladi. 2025-yil 1-oktyabrga qadar issiqxona yo'nalishida ajratilgan kreditlar miqdoridan qat'iy nazar barcha toifadagi tadbirkorlik subyektlariga hisobot oyi yakunida muddati o'tgan qarzdorliklar mavjud bo'lmagan taqdirda xorijiy valyutada ajratilgan kredit foizining 4% punktidan yuqori qismi, milliy valyutada esa ajratilgan kredit foizining 4% punktidan yuqori qismi kompensatsiya qilib beriladi. Shuningdek, soliq tizimi bo'yicha ham issiqxona egalariga ko'plab imtiyozlar taqdim etilmoqda. Issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yuritish subyektlari 2026-yil 1-yanvardan boshlab ijtimoiy soliq stavkasi 1% qilib belgilandi, amalda 12%. Shu bilan birga issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini yer toifasidan qat'iy nazar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan soliq stavkalari bo'yicha soliq hisoblanishi belgilandi. Shu bilan birga issiqxona xo'jaliklari faoliyatlari bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar subyektlariga moliyaviy jarimalar, hisoblangan tekshiruvlar, peniyalar hammasi bekor qilinmoqda. Issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslar yer solig'i hisoblashda yer toifasidan qat'iy nazar qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer solig'i stavkasida tadbirkorlarga yer solig'i hisoblanadigan. Bu juda katta imkoniyat. Bugungi kunda Mirzo Ulug'bek tumanida ko'plab issiqxonalar faoliyat ko'rsatyapti. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu issiqxonada mavsumiy gul ko'chatlari yetishtiriladi. Albatta, issiqxona egalari ham mazkur yangilikdan mamnun ekanliklarini yashirmadilar. Issiqxonamizni yer maydoni 6,5 gektardan iborat. Bu issiqxonada ko'chatli gullar va butasimon o'simliklar, ko'p yillik o'simliklar yetishtiriladi. Hozirgi kunda 50 nafardan oshiq odamimiz bor issiqxonada. Bu ishchilarni ko'paytirish maqsadimiz bor. Bu farmon juda ham bizga ma'qul kelib tushdi. Mana shu soliq imkoniyatlaridan foydalangan holda kelajakda eksport qilish ham maqsad qilganmiz. Shu bilan birga issiqxona xo'jaligi bilan faoliyat xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga 1-oktyabr 2025-yildagi qarzlari bo'yicha hisoblangan peniyalar to'xtatilib barchasi, buni 2028-yil yakunigacha to'xtatib qo'yib 2029-yilda teng ulushda bo'lib to'laydigan sharoit qilib berildi. Shu bilan birga issiqxona xo'jaliklari bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik yuridik va jismoniy shaxslarga yer toifasidan qat'iy nazar ularga qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi soliq stavkasida soliqlar hisoblanadigan bo'ldi. Issiqxona xo'jaliklari tomonidan energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi orqali xarid qilingan issiqlik nasoslarini o'rnatish xarajatlarining 20% gacha qismi energiya samaradorligini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab beriladi. Yana bir muhim jihat, endi tabiiy gazda ishlaydigan issiqxona xo'jaliklariga oktyabr-mart oylarida har oy uchun 50% oldindan to'lovlar asosida tabiiy gaz kafolatli hajmda yetkazib beriladi.